doktor ham aytyapti-da, ichuvchilari jigariga o'xshab ketdi, jigaring deydi. Aytib, ichsam ham mayli ekan, aloq qilmas dedi. Yog' bosgan jigar, 3-bosqich zaharlanib ketgan jigar. Hilol opani o'zi bilan suhbatlashgani keldik. Gepamer qabul qilingandan keyin 1 haftada natija oldim deganlari uchun. Demak, Hilol opa, sizda jigar yog' bosishi 3-bosqich va jigarni doridan zaharlanishi bo'lgan. Og'riq qoldiruvchi dorilar ko'p ichganim uchun jigarim zaharlanibdi. Nima bezovtaliklar bo'ldi? Mana shu og'zimga achchiq ta'm keldi-da, mana shu yotim og'ridi. O'zi bilinyapti nimadir borligi, o'tirsam, tursam og'rityapti, sanchiq, keyin uyquga to'ymaslik. Birinchi o'zgarish nima bilan bo'ldi? Jigarim pasaygani bo'ldi. Jigarim ishib qoluvdi dedingiz-a? Qorin ko'rinib kattalashib. Qoluvdi. Mana o'zimga bilinuvdi-da. Hammaga tavsiya qilyapsizmi endi? Tavsiya qilyapman, aytib chiqdim hammasiga. Demak, o'zgarish zo'r bo'ldi deb ayta olasiz. Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Men o'zim ham Jirovoy Gepatozda ichganman-da buni. O'zim foyda olganim uchun keyin insonlarga tavsiya qilyapman. Doktor ham aytyapti-da, ichuvchilari jigariga o'xshab ketdi, jigaring deydi. Aytib, ichsam ham mayli ekan, aloq qilmas dedi. Gepamerga rahmat, sog'lig'imga foyda berdi, tavsiya qilaman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qo'limda Hilol opani O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi hamyurtimizni tekshiruvlari turibdi. Yog' bosgan jigar, 3-bosqich, xuddi ichuvchilarni jigariga o'xshab zaharlanib ketgan jigar. Shifokorlar xuddi shunaqa tashxis qo'ygan, dorilar ko'p ichganida. Hilol opani o'zi bilan suhbatlashgani keldik. Gepamer qabul qilingandan keyin 1 haftada natija oldim deganlari uchun suhbatni o'zingiz tomosha qilib chiqsangiz, xulosangizni olasiz. Assalomu alaykum. Demak, Hilol opa, sizda jigar yog' bosishi 3-bosqich va jigarni doridan zaharlanishi bo'lgan. Doridan nimaga zaharlanib qoldingiz? Og'riq qoldiruvchi dorilar ko'p ichganim uchun jigarim zaharlanibdi. Shu belimda grija bor degan. Belimda grija bor edi. O'shaning uchun operatsiyadan keyin ham sal og'riq qolmagani uchun ko'p ichib yoribman. Lecheniya yozib berdi. Nima bezovtaliklar bo'ldi? Mana shu og'zimga achchiq ta'm keldi-da, mana shu yotim og'ridi. Qancha og'rib yurdi? Men o'zi sirazi bordim keyin, o'zi 3-4 kundan keyin sirazi bordim. O'zi bilinyapti nimadir borligi, o'tirsam, tursam og'rityapti, sanchiq, keyin uyquga to'ymaslik. Mana qancha uxlasam uyquga to'ymayman-da. Lanchsiz, holsiz. Har doimgi charchoq. Kayfiyat yo'q. Kayfiyat yo'q, uyquga to'ymayman umuman. Obedda uxlasam ham yana uxlamagandek charchoq bor, rosa ham. Shu keyin terapevtga bordim, lecheniya yozib berdi. Keyin lecheniya boshladim. Telegram tiklab o'tirsam, Gepamer guruh chiqib qoldi reklamasi. Ya'ni gepatolog vrach, gepatolog unaqa jigar bilan bog'liq bo'lgan uchun ochib ko'rdim qiziqishga. Ochib ko'rsam, shunaqa guruh bor ekan. O'qidimda, keyin doktor lichkasiga yozdim. Men ham tashsam, analizlarimni ko'rib berasizmi dedim, tashing dedi. Keyin rasmga oldimda tashladim. Shu sizga Gepamer mahsulotini ichishingiz kerak, foyda beradi, faqat doktor dorisi bilan qo'shib ichishingiz kerak dedi. Alohida o'zi unaqa ta'sir bermaydi dedi. Bo'pti dedim. Uni ham qilavering dedi, ha, doktor dorisi bilan qo'shib ichasiz dedi. Shu oldim. Ichdim. O'zi 1 hafta bo'lar bo'lmas, shu sirazi bilindi, ishigi pasaydi, unaqa bilinmadi. Organizmda borligi uyqularim ham yaxshi bo'lib qoldi-da. Keyin sirazi gruppaga yozib yubordim. Mana men 1 hafta bo'ldi ichganimga foyda berdi. Chunki ikkitasi menga chiqdi. Siz Gepamerga anaqa zakaz beribsiz, gruppada bor ekansiz-u, oldingizmi, nima bo'ldi deb. Ikkilanadi baribir odamlar. Bittasi Oltiariqdan ekan, bitta ayol kishi, bittasi bilmayman, yaqin atrofda bo'lsa kerak. Keyin u bitta qizga aytdim, hali olmadim. Manaqa o'sha paytda kelmay qoldi. Bu narsa bo'ldi dorilar. Aytdim, men o'zi dedim, sal 10 kunlar oshib qoldi, hali olganim yo'q. Olsam yozib yuboraman sizga ham, lekin gruppaga ham tashlayman dedim. Keyin yana bitta kishi yozdi. U bilan aytdimki, erkak kishimisiz desam, aytdim, iltimos yozmaymanga dedim. Men natijamni tashlayman gruppaga dedim. Dedim, bo'pti dedi u ham. Keyin shu keldi, 10 kun, 1 haftalar ham bo'lmasdan sirasi tashladim. Men ichyapman, o'zi oldim. Foydasini ko'rdim, mana shunaqa bo'lyapti deb yozib yubordim. Yana Oltiariqlik ayol ham o'zi ichib yurgan ekan. Men ham ichib yuribman dedi, lekin parhez qila olmayapman dedi. Aytdim, yo'q, men parhez ham qilyapman dedim. Shunda o'zi undan oldin parhez boshladim. Aytdim, ancha vez tashlab qoldim dedim. Shu ham yordam beryapti dedim. Choyini ichyapman, asalini yeyapman dedim. U ayol, ha, men ham dedi, 2 kurs oldim, 3-sini ham oldim dedi. Menga ham foyda berdi dedi. Hozir bu Gepamergacha doktorning dorisini qancha muddat ichdingiz?
Qo'shib ichdim. Men hozir ham ichyapman lekin doktor dorisini. Gepamergacha ham ichgansizda, to'g'rimi? Gepamergacha ham ichganman. Qancha muddat ichgansiz o'zini alohida? Parizoddan anaqa chamadonda turib olib chiqdim, doktor anasi alohida qog'ozda turuvdi. Bir haftacha ichganmisiz? Ichuvdim, bir haftalab ichuvdim. U doktor dorisi menga u terapevtni назначениясida, gepatologniki emasda. Masalan, dispatalin yozgan, uni ko'rdim, faqat og'riq anaqa spazm tarqatuvchi ekan. Keyin 0 paza yozdi, u oshqozondagi ketkazadigan ekan, jilg'ish ketkazadigan ekan. Bitta ukolni shu anoni yoyadigan ekan, shu oldim ukol. Endi hozir anaqa Essential Forte'ni ichyapman. Uni 3 oyga bergan. Hozir aprel 15-siga. Demak, buni qo'shib ichishni boshlaganingizda natijani yaqqol sezishni boshladingiz. Yaqqol sezdim, lekin haqiqatdan ham men o'zi doktorga endi oldin olish uchun bordim, so'radim, bu atrofda gepatolog yo'q ekan. Bizda Olmaliq, Ohangaronda, To'ytepada ham yo'q ekan. Shuning uchun Gepamerni endi hammasi odzivlarni o'qib chiqdim, yozganlari, bitta ayol, bitta qari kampir ham yozdi rosa. Keyin aytdim, "Mana shuni ham ichay", xo'jayinga aytdim, "Mayli, olaver" dedi. Keyin shu bilan boshladim. Menga ko'proq ta'sir qildi. Balkim birga ichganim uchundir, balkim men mayli, avvalo Xudodan sababchi Gepamer deb o'yladim, lekin ichyapman, haligacha choyni ichyapman lekin. Birinchi o'zgarish nima bilan bo'ldi? Jigarim pasaygani bo'ldi. Jigarim ishib qoluvdi dedingiz-a? Qorin ko'rinib kattalashi. Ishib qoluvdi, mana o'zimga bilinuvdi-da. Doktorga borgan ekanman. Mana birinchi 7-yanvarda borgan ekanman. U menga hech qanaqa parhez qildirmadi. Men o'zim 15-yanvardan keyin parhezga o'tdim. Menga lekin doktor hech qanaqa aytmadi. O'zim o'tdim. 15-yanvardan aniq o'tdim-da. Shunda zakaz berdim. Menga 2 haftadan oshiqda keldi dori. Keyin men doktorga yana telefon qildim. Men zakaz berdim, 1 haftadan oshib ketdi-ku desam, dedi, doktor anaqa dorimiz kechikib ketyapti dedi. Hali ham mana siroplari yo'q dedi. Bo'lmasa jo'natib yuboring narigisini. Men boshlayveray dedim. Men anaqa hali pasaymadi jigarim. O'tirsam bilinyapti. Anaqa doyishi borda, anaqa og'riq turadi-ku. Sog'massizda endi. Bir bez настроение odam qattiqdir og'riydi-da baribir endi. Shunaqa bo'lib turibdi-yu desam, "Ha, mayli" dedi. Keyin jo'natib yubordi. Keyin men shundan ko'rdim. Asalani rosa ichida narsasi ko'p ekan, o'qib chiqdim, sertifikatlari bor ekan. Demak, birdan foyda qildi sizga. Menga yaxshi qildi lekin. Men hozir olishdan avval hech bir ikkilandingizmi? Nima ekan o'zi bu, qanaqa ekan, olsam nima qiladi bu? U aytyapman, o'sha odzivlarini ko'rdim, keyin reklamasini chiqardi-ku Gepamerni. Ichida nima-nimalari bor. U endi kasal bo'lganingiz ekan hammasini surishtirasiz. Anoga kirdim, YouTube'ga kirdim, gepatoz nima o'zi, nimalar qilsa bo'ladi. Jigar yog' bosish 3-bosqich bor ekan. 3-bosqich. Mana shu gepatoz 3-stepen mana shuni berdi-da, mana surunkali gastrit, mana xolecistit, bir narsalar berdi. Hozir qancha ichdingiz shunda? Ajabman, hali ham ichyapman. 10-fevralda oluvdimmi? Ozishingizga ham yordam beribdi. Ozishimga ham yordam berdi. Ham doktor ham 5-stol parhezga amal qilavering degan. U paytda sal parhez qilyaptim. Keyin 5-stolni qidirdim YouTube'dan. O'shanga qarab haligacha ham faqat qaynatilgan, bug'da pishirilgan narsalar yeyapman. Non yemayman, qovurilgan yemayman. Necha kilo vazn tashladingiz? Men ancha tashladim. 14 kiloni tashladim. Qanchada? Zaytun yog'i bilan limon ichganimda 40 kunda 4 kilo tashladim. Unda sog'lom, hech qanaqa parhez qilmasdan shunda hozirdim. O'shanda dekabrdan anaqa qiluvdim-da. Qachon aytdim, Parizod? 14 kilo, 15 kilo tashlabman, hammasiga suyun so'rab chiqdim lekin. Mana shuncha vez tashladim, dori ichyapman, parhez qilyapman deb hammasiga aytib chiqdim. Hammaga tavsiya qilyapsizmi endi? Tavsiya qilyapman, aytib chiqdim, hammasiga. Birinchi yashirdim, onam bor, 75 ga kirgan, qaynatamdan ham yashirdim. Qayatam hali ham ko'zi ko'rmaydi. Men unaqa narsa yemayman deganimdan keyin "Sen niye yemayapsan o'zi" dedi. Mana shunaqa dori ichaver, jigari zararlab qo'yibman dedim. Uyga borganda ham
yemayman deb qayatilgan kartoshka yeb o'tirsam, akam bilib qo'ydi, katta akam. Nega yemayapsan dedi. Aytdim, aka dedim, yemay tur dedi, oshqozonimda sal muammom bor ekan dedim. Opam ko'rsatdi dedim. Ha dedi, nima ichyapsan o'zi dedi. Sulidan bir narsa ichyapman, gepamer ichyapman desam, to'xtab tursan, jigaring zararlandimi dedi. Opam menga qarab qo'ydi, aytdim, ha dedim, dori ichib qo'yibman aka dedim. Dedimki, ha, endi hozir borsam yo'q, borishimga alohida baliqlarni dimlab pishirib qo'yyapti akam. Yana chaqirishdi endi, aytdim, "Shasa yemasan, nima qilamaslarkida endi" desam, "Ke, senga baliq pishirib qo'ydim, bankaga solib" dedi. Borsam, yo'q, endi tayyorlab qo'yishyapti endi. Demak, o'zgarish zo'r bo'ldi deb ayta olasiz. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Menga yoqdi, lekin o'zim endi hozir o'sha Essential Forte endi bir kunda 3 mahal ichyapman-da endi. Shunga doktorlar telefon qilib, "Olmaysizmi, meni dalshi" dedim, aytdim, "Choyim bor, paka ichib turmadim. Sal anaqadan qiynaldik puldan" dedim. "Sal to'plab olay, keyin olaman dalshi" dedim. Nega? Chunki qiz uzatganmiz, hayit berdik. Qashqadaryoga uzatganmiz. O'zbekchilikda bu yoqda. Baxtli bo'lasiz iloyim. Bu yoq o'zbekchilik. Biz mana sizga Gepamerga bildirgan ishonchingiz uchun 1 oylik muolajalar to'plamini sovg'a sifatida olib kelganmiz. Rahmat. Bemalol mana 1 oy davomida foydalanib, choyi bor, asalli pastasi bor, siropi bor, bilasiz 60 dan oshiq giyohi bor buni tarkibida. Hammasi giyohdan iborat, birorta ximikati yo'q. Men o'zim ham Jirovoy Gepatozda ichganman-da buni. Siznikini eshitdim. Ha, o'zim foyda olganim uchun keyin insonlarga tavsiya qilyapman. Endi shunda ham ikkilanadiganlar bor, o'ylanadiganlar bor. Yo'q, o'ylanmasin. Foyda berdi. Masalan, menga foyda berdi, o'zimga yoqdi. Shuning uchun men bemalol hozir hamma joyda ham aytyapman. Bemalol ichinglar, rosa ko'p, ichida dori. Endi hozir hamma doridan ko'ra mana tabiiy giyohlarga o'tdi-ku. Hozir hamma dorilar, masalan, o'zim ham mana og'riq qoldiraman deb sotib oldim. Tekinga, yangi kasallik. o'zimga. Mana hozir dori ichmasa ham bo'lar ekan. Ichmayapman mana shu naizda. Chidasa ham bo'lar ekan. Mana shu ertalab mana zaytun yog'i, limon ichib olaman, davleniyam ham oshmayapti hatto. Balkim shu ham yordam bergandir, chunki haydovchi-ku buni ichida bor o'sha. Men tez-tez aylanganim uchun davleniyam ham oshmayapti. Anaqada o'rtada 1-2 oshsa ham shu chidasa ham o'tib ketdi-da shu. Shunda doriga o'tirib qolgan ekanman dedingizmi o'zingiz? Men doriga ana kartel trioni olib olaman, bir yoqqa chiqsam, ona naizda ushlab olaman, mana shu o'tiraman. Eng yomoni mana shu antibiotik bilan mana shu og'riq qoldiruvchi ekan, jigar zararlaydigan. Doktor ham aytyapti-da, ichuvchilari jigariga o'xshab ketdi, jigaring deydi. Aytib, ichsam ham mayli ekan, aloq emas dedi. Demak, natijani yaxshi olgansiz. Biz ham kuzatuvchilarni olib borib og'zidan quymaymiz, men ol ich deb. Eshigini tagiga tashlab ketmaymiz. Hamma videoda aytaman. Tanlovni o'zi amalga oshiradi hamma. Sog'liq hammani o'zi uchun kerak. Birinchi navbatda o'zingiz uchun harakat qilishingiz kerak. Biz nimaga mana tumanlarda yurib, viloyat yurib bunaqa intervyular tashkil qilyapmiz? Maqsadimiz to'g'ri yo'l oldingizda bor. Mana foydalanayotganlar bor, natija ko'rayotganlar bor. Ko'ring, xulosangizni oling, xohlasangiz buyurtma berib qabul qiling degan narsani oldinga surish maqsadimiz xolos. Bu joyda kimdir reklama deb o'ylaydi, kimdir palon deb o'ylaydi, kimdir aktyor gapirtiryapti deb o'ylaydi. Bizga aktyor gapirtirish kerak bo'lsa shu O'rta Chirchiq bu joy. O'rta Chirchiq tumaniga kelib shu xonadonda men salqinda o'tirib suhbat qilgan bo'larmidik. Ana shuning uchun ham xulosani olish o'zida. Agar savollaringiz bo'lsa, Telegram kanal bor ekan, mana YouTube kanali bor. U yerda raqamlar bor. Shifokorga tashlasangiz, hech bo'lmasa konsultatsiyani tekin olsangiz bo'ladi. Fikrlaringizni, savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Keyin ham siz bilan intervyu qilish nasib qilsin, sovg'amiz bilan boramiz. Natija oldim deb xursand bo'ladiganlar qatoriga qo'shilishingizga ishonamiz. Sizga katta rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Gepamerga rahmat. Sog'lig'imga foyda berdi, tavsiya qilaman. Salomat bo'ling.